Ana, och qoldim. Al bana. Gel. Voy o'lay. Bu yeyishda dunyoni yetadi-ku. Ana, choy ichaman. Ay, çay. 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 Ana, namuncha bu jirtillaydi? Hey, cırtırlama. Jamila xon, siz faqat meniki bo'lasiz. Nima deydi bu? Ana, nima deyapti bu? Mana shuniki mana. Hey, yerga qo'y, bo'ldi. Qo'y, tushir. Bo'ldi, bo'pti. Hozir formada emasman-da. Sen bilan keyin gaplashaman. Aha, sen bilan keyin gaplashaman. Hali gapirsan. Endi meni sevgim nima bo'ladi? Yonib ketmaydimi sevgi? Mani seving. Ichiga do'ning. Bor, yo'q hali. To'y bola. Sizni biray. Aylantiring belgatini, ertasi har shom va kuni. Shunda ochiq qalbim turi, agar sevsangiz siz meni. Shunda Bolam. qalbim turi. Men qishloqqa ketyapman. Ana, meni tashlab ketmang. Mana meni o'ldiradi. Sizni qayerdan topaman keyin? Voy bolam, xavotir olma. Sim kartamiz Mobius Kit Security degan xizmat bor. Bolang qayerdaligini ko'rib turasan. Bildingmi? Ha, bizni sim kartamiz Mobius, maza 70 tarifi. İnternet uchun 150 GB beradi. Instagram, Messengerlar, Telegramlarda foydalanish VIP. Telefonda gaplashish VIP. Qanday jirtillaydi bu? Jamila xon, Jamila to'g'ri yerga tegib ketdi. menchi. Mana bir Layla qayda yuribmanmi? Keyin menga uylan. Baxtli qilaman. Yo'q. Jamiladan zo'r joylari bor. Yo'q. Uylan, baxtli qilaman. Bir umr senlarni deb yashab keldik. Yig'lama ya. Kinoga nimasiga yig'laysan? Men ketdim, mollarga qarab kelay. Bechoram taqbaq bachan. Bollarini rohatini ko'raman. Qanday bo'lyapti? Yig'ladingizmi? Yo'q, ko'zimga bujik kirdi. Ya, qayoqqa? Hechga o'tib kelib. Chiya bu o'zimi? Bilmadim. Mujik salaman, qo'y mujik. Yig'ladingmi erkak? Yo'q, bitta kinoga yig'lamayman-ku dada. Ha. Ichim og'rib chiqib kelay. O'zbek qilasanmi ish qilib? Voh. Shunaqayam yig'latayotgan kuyni o'yladim, onasini imsin. Bechora Ahmadvachchani xotiniga rangiz yeb ketdi. Yig'lasak hammamiz yig'laylik, baribir yig'layamiz ko'chaga chiqib. Amitab. Ya bo'ldi sharmandalar. 3 soatdan beri mayda qiynalib yotibman, kino ko'rib yig'laysan. Sumak botib ketdi. Sumak qulaydi bolam. Nimasi qulay? Sumak ham tuvagam to'lib ketdi. Undan ko'ra mana Lalakuni yangi qadoqdagisini taqinglar. Buni sifati zo'r qilib ishlab chiqarilgan. Xomashyosi chet eldan olib kelinadi. Namlikni o'zida zo'r saqlaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Shundan taqinglar, davut turib beraman. Turib bermagan mujik emas. Ye, o'lgirdim. Shu Amitabh Bachchan 2 burda mana yoqqa non qo'ydimi yig'laysizlar? Onasini kinoga yig'laydi bular, bular. Lekin Rani Mukerji zo'r narsa ekan-e. Dadasi, paqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Siz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib olaverchi, keyin aniq qilamiz. Nima?
neysen sen yaxshi niyat qilgin, men qaynagan suv olib kelay. O'lma ya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi, o'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmidi, bolam? Normalni xotin toparman unda. Normallisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib siz o'zingizga xotinni mosidan qilib Bunga qarash kerak-ku. men o'lganimdan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga.